tekinga uyli bo'lish uchun nima qilish kerak deb o'ylaysiz? Albatta, uyni yer hisobida sotib olish kerak. Yer hisobida narxlangan ushbu chiroyli fayzli xonadonimiz zudlik bilan sotuvga qo'yildi. Lokatsiya zo'r, infrastruktura qulay. Masjid, bog'cha, maktab, katta ko'cha juda yaqin joyda joylashgan. Uyning eng zo'r plus tarafi uyimiz tartibvoy tushgan. Suv, svet, gaz, kanalizatsiya, internetlardan umuman muammo yo'q. Ko'chalar asfalt qilingan, yo'llar tekis ravon. Hujjatlari joy-joyda, dokumentlardan ham umuman muammo yo'q. Fasad ko'rinishlari chiroyli holatda bo'lib, zaxvatlari ham bor. Zaxvatlarni ham o'zlashtirib, hovlingizni yana ham kengaytirish imkoniyati mavjud. Darvoza oldiga temir naves tortilgan bo'lib, chiroyli qilib uzum toklarni ekib qo'ysangiz bemalol. Manzil Toshkent shahar Shayxontohur tumani, Xumdonsoy ko'chasi 65-uy. Demak, orientirimiz Chilonzor, Oqtepa, Fotima Zahro, Masjid, Makro, Avtoritet, Gummaxonim, Shayxontohur rovudi orqasidagi Olimxo'jayev mahallasi. Hovlimiz chiroyli 4-12 sotik tekis to'rtburchak shaklda bo'lib, qurilish qilaman desangiz ham yoki ko'chib kiraman desangiz ham har qanaqasiga barcha sharoitlari mavjud. Eng zo'r tarafi Samarqand Darvoza ko'chasiga bemalol piyoda chiqsangiz bo'ladi. Shoshiling, bunaqa zo'r lokatsiyadagi uylarimiz tez sotilib ketishi ehtimoli yuqori. Boshqasi ilib ketmasdan oldin ulguring.